Normal. Shuni olasan. Boshladi-chi. Boshqatdan boshlaydi. Ha, kestirsin. Boshlayvering. Ilhom keldi. Boshlaydi. Osmon deyman. Ha, shofar. Assalomu alaykum aziz hamsharlar. Mana Gilos restoranida qo'y go'shti va mol go'shtidan mosh kichiri taomimizni boshladik. Marhamat qilasizlar Gilos restoraniga. Assalomu alaykum aziz hamshaharlar. Mana nasib bo'lsa inshaalloh Samarqandda birinchilardan bo'lib mosh kishirini mehmonlarimizga taqdim qilish uchun mana shunday bir go'zal, bir chiroyli ne'matlari hammasini qozonga solib jamoamiz bilan, oilamiz bilan birgalikda, avvalasi bu Gilos Cafe bizni oilaviy korxona. Hammamiz bir oila, bir yoqadan bosh chiqargan holda bir chiroyli bir mosh kichirini yana bir takrorlab o'taman. Samarqandda shahrida vokzal Kishmishga, aniqrog'i 48-maktabdan keyin shu lokatsiyada birinchilardan bo'lib mosh kishirini yo'lga qo'ygan Gilos Cafe restorani. Marhamat qilib qolasizlar. Ha? Piyoz. Ha? Xoda tush bo'laydi. Yo'qki, internetda faqat shunaqa, faqat shunaqa qilib kesadi deydi-ki. Uzum solimizmi o'sha buni? Uzum deman solimiz, bu noto'g'ri tushunmasizlar. Bu uzumni yeb quvvat yig'ish uchun. Mol go'shtlari, kachalka joylar, mushak, qo'l go'shtlari. Yana shuni biz aytib o'tmoqchimiz. Mana asta-sekinlik bizlar qozon shu o'zimni ko'rganda o'zim ushlab olaman-da. Uzumni yeyish mavsumi hozir. Bismillahirrohmanirrohim. Marhamat qilasizlar. Hazırlayın mı?
qarasa, aytam Muhammad. Maşallah, subhanallah. Neydek o'zi ham chiqdi o'zi. Marhamat qilasizlar grossistlarimga. Hamshaharlar nima deysizlar? Endi shu bo'lib qolsa kerak, boshqa joy yo'qki qozonimizda. Video shuni ham solamiz. Sovurelik shu ham Ha? qolmasin. Unisini maydalab, Unsini shashlikka, no'xat cho'rakka. no'xat cho'rakka ishlatamiz. Alloh barakasini bersin.